Atrofingizda davlat va jamiyat xavfsizligiga tahdid soluvchi holatni sezdingizmi? Bu borada Davlat xavfsizlik xizmati Call markazi jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlarini tezkor qabul qiladi. Assalomu alaykum. Siz O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati Call markaziga qo'ng'iroq qilingiz. O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumi, suvereniteti va hududiy yaxlitligiga bo'lgan tajovuzlar, davlat chegarasiga tahdidlar, terrorizm, ekstremizm, uyushgan jinoyatchilik, noqonuniy qurol-yarog' va giyohvandlik vositalari aylanmasi, korrupsiya, iqtisodiy jinoyatlar hamda davlat manfaatlariga tahdid soluvchi boshqa huquqbuzarliklar haqida xabar bering. Davlat xavfsizlik xizmatining 15-20 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Murojaat qilgan fuqaroning shaxsi sir saqlanishi kafolatlanadi. Qonunbuzarliklarga befarq bo'lmang. Sizning xabaringiz xavfning oldini olishi mumkin. Vatanimiz tinchligi va osoyishtaligini saqlashda har bir fuqaroning ishtiroki muhim.